Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilar. 2026-yilda mana shunday chiroyli darvoza o'rnatish va naveslar qilish nech pulga tushadi deganlar uchun bugun biz Farg'onani Besharig'i Fayz qishlog'iga yetib kelganmiz. Farg'onani Bog'dotidan samandarali ustakalarimiz zo'r qilib mana shunday shumkali naveslarni, darvozalarni qilib berishibdi. Hammani xonadoniga shunaqangi naveslar nasib qilsin. Hozirgi kunda shumkali naves shu holati nech pulga bitdi deganlarga biz ustakamiz bilan birgalikda ma'lumotni beramiz. Sizlardan iltimos videodan like bosib turasizlar. Xohlasalaring Lexandan naves, xohlasalar uzuntok, darvoza, perella hammasini zo'r qilib beradigan ustalar O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Bo'lmasa videomizni boshladik. Assalomu alaykum Dilmurodjon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Najot aka, keling. Keldingizmi aka? Rahmat, Allohga shukr. Buyursiz aka. Xudo xolasa keyingi obyektimiz ham juda chiroyli chiqdi. Navbatdagisini ham tayyorladik aka. Ustunovkasini tugatdik. Endi qisqacha xalqimizga materiali, narxi, dastavka, ustunovka qayerlargacha ma'lumotini beramiz aka. Xudo xohlasa. Juda chiroyli lazer gullardan bo'pti. Razmerdan boshlaymiz doimgidek. Razmeriga aytib o'tsak aka, uzunligini 20 metr qildik. Uzunligi 20 metr. Eni 5 metrga tayyor bo'ldi aka. Eni 5 metrga tayyor bo'ldi. Stoyka, to'sin, ori o'sha ko'rib turishganda, obunachilarimiz, aka-ukalarimiz hamma joyi lazerdan foydalanganmiz aka. Mana shu chiroyli chiqdi. Stoykadan boshlaylik. Nechiga necha? Stoykalarimiz aka 2 qatorli, 6 ga 6 profildan 1.7 stenadan bo'lgan, listlarimiz 2lik lazerdan foydalanganmiz aka. Listlar 2lik lazerdan foydalangan. Qorilarimizga keladigan bo'lsak 4 ga 4 1.7 dan bo'lgan. Bu ham o'sha lazerdan foydalanganmiz. Tepasiga keladigan bo'lsak to'sinlariga, bu ham polniy lazer 100%. 4 ga 2 dan foydalanganmiz aka. 4 ga 2. Nimaga? Masofa eni 5 metr bo'lgani uchun 4 ga 2 dan foydalanamiz. Agar 7-8 metr bo'lsa, o'sha 4 ga 4 dan bo'ladi. Stenasi? Stenasi 1.5 stena aka. 1.5 stena. Oraliq masofalari 1.15, 1.20 gacha tushavergan aka. To'sinlarimiz orasi. Shadalarimiz 3 ga 2, 1.5 stena profildan bo'lgan. Oraliq masofalari 50, 51, 48 shu razmer chiqishiga qarab qo'yilaveradi aka. Qo'yilaveradi. Xo'p, endi hozir shumkali deyapmiz. Ko'pchilik tushunishi uchun nima bo'lgan bu yerda hozir shumkaliga? Bu yerda aka shu ko'rinib turgani kraskalangan oq faner birinchi o'rinda. Xo'p. Uni ustidan falga 5ligidan yozib turib, keyin tunuka qatirganmiz. Uni sababi quyoshli kunlarda issiqni oldini oladi. Keyin yomg'ir yoqqanda ortiqcha darandurin qilmasligini oldini olish maqsadida aka. Shumkali qilib tayyorlab beryapmiz. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Yana bir narsa, obunachilarimizga tushunarli bo'lsin, misol har videoda aytardik. Xo'p, ko'pchilik tushunishi uchun mana shu xizmatni qilyapsizlar, hamma yo'q ichida bo'ladi. Hozir narxni ham aytamiz. Lekin mana bu suv tushadigan tarnovi bu kvadrat ichida bo'lmaydimi aytilgan? Yo'q, hozir kelishilgan narxdan aytilgan kvadrat u navesni narxi aka. Silifimizni metrini 50 ming so'mdan addelni qo'yib beramiz. Addelni, 20 metr joyga silif qo'yish kerak bo'lsa 1 million so'm bo'ladi 50 mingdan. Dastavka, ustunovka o'zimiz hamma narsasini olib kelib, suvini pastga tushirib beramiz. Gap yo'q. Ana endi qiziq joyi, xo'p, mana shu naves kvadrati nech puldan bo'ldi? O'sha summasi nech pul bo'ldi deganlarga endi narx aytaveramiz. Narxi aka uzunligi 20 metr, eni 5 metr, o'pshi kvadrat 100 kvadrat. 450 ming so'mdan 45 million so'mga Farg'ona viloyati Besharig'i tumani Fayz qishlog'iga olib kelib ustunovka qilib berganmiz aka. 450 ming so'mdan 1 kvadrat. 1 kvadrat 450 ming so'mdan. Agar 120-150 kvadrat atrofida joylari bo'lsa, katta bo'lgani hisobiga narxini kelishtirib 420-430 minggacha tushib beramiz. Gap yo'q. Har tarafdan ko'rsatib boramiz. Bu chiroyli bitgan, xudo xohlasa. Darvozaxonaga zo'r bo'ldi. Xo'p, nech puldan nech pulgacha boshlanadi o'zi bu shumkalilar? Shumkalilar aka 280 ming so'mdan 450 ming so'mgacha shu variantgacha bo'ladi. Endi Lexanli agar mana shu gulga, mana shu lazer gul fasonga shu Lexan bo'lib qolganda nech pul chiqishi mumkin? 500 ming so'm chiqardi aka. 500 ming so'm chiqardi. Xuddi shu 100% lazer tepasi Lexandan bo'lsa 500 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 1 kvadrati 500 ming so'mdan bo'ladi. Usta haqqi, material, dastavka hamma yo'q ichida. Xonadon egasi umuman balgarga tosh yetmay qoldi. Bunaqa degan narsalar olib kelib bermaydi, to'g'rimi? Hamma yo'q o'zlaringda. Hamma yo'q. Faqat uyda egasi, ya'ni oziq-ovqati, elektrni bersa bo'ldi. Uzoq joy bo'lsa, yotib ishlaydigan bo'lsa, yotish sharoiti.
Ha? Masofa uzoq bo'lsa aka shu hozirgi kunda kun cho'zilib qoldi. Aha. Bir kunga ota joy berishsa, ikkinchi kuni bo'lib chiqib ketamiz. 100 kvadratdan oshiq bo'lsa, agar 100 kvadratgacha bo'lgan xonadonlar ish ertalab kelib, kechga chiqib ketamiz aka. Gap yo'q. Bir kunda bitadi. Xonadonni egalarini vaqtini olib, ovoragarchilik bo'lmaydi. Ertalab kelamiz. Kech paytga xudo xolasa ishlarni topshirib qaytamiz. Judayam zo'r. Endi usta aka, xo'p, uzum tok bo'lganda nech pul bo'lardi? Misol uzum toklari ham qilasizlar. Hozirgi kunda nech puldan nech pulgacha uzum tok? Xuddi shu holatga aka, uzum tog'ni ham lazerli qilib berasiz degan aka-ukalarimiz chiqib qolyapti. Xuddi shu holatda tepasi ochiq bo'lsa, aka 370 ming so'mdan chiqaveradi. Xo'p. Agar yo'q, firmalar oddiy bo'lsin desa 180 ming, 190 ming. Yo, turbadan arzonroq variant kerak, shadalariga profil bas, almatura tortib berasiz degan aka-ukalarimizga 150 ming, 140 minggacha qilib beraveramiz aka. 150 ming, 140 ming. Gap yo'q. Judayam zo'r. Xo'p, bu narxlar qayergacha amal qiladi? Hozir aytilgan narxlar qayergacha? Hozirgi aytilgan narxlar Toshkent vodiy bo'ylab amal qiladi aka. Voha tomonlarga 100 kvadrat oshiq joylarga ham amal qiladi, lekin 70-80 kvadrat joylarga 30 ming, 40 minggacha qo'shilib qoladi. Nimaga? Masofa uzoq, razmer kichkina. Har bir kvadratga 30 mingdan 40 mingdan qo'shilib qoladi, holatiga qarab, voha taraflarga. Lekin 100 dan ko'p bo'lsa, o'sha aytganda 100 dan ko'p bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab shu narx amal qiladi aka. Gap yo'q. Gap yo'q. Judayam zo'r. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Общий summasi qancha dedik? Общий summasi 45 million so'mga dostavka uстановка bo'lgan. Общий summa 45 millionga bitgan navesimizni ko'rib turibsizlar. Agar videoyimiz, ishlarimiz, mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, shunaqangi haqiqiy tajribali, sifatli ustalarni qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'ying. Xo'p, bugungi manzilimizda aytdik, Farg'ona viloyati Beshariq tumani Fayz qishlog'i. Fayz qishlog'idan bo'ldi. Agar shu territoriyada ko'rib turganlar bo'lsa, podдержка uchun bittadan like bosib olasizlar. Usta aka, rahmat, hamma ma'lumotni berdik, To'liq ma'lumotni berdi. Kamchilik bo'lsa aloqaga chiqishadi, Telegramda qilingan ishlar tashlaymiz, razmerni aytsa narxini chiqarib, kelishsak lakasa tashlab berishadi, kelib o'lchab ishlarini bitirib beramiz. Gap yo'q. Akalarimizning mehnatiga mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh mushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.